Agar qaytadan tug'ilganimda ham ginekologlik tanlagan bo'lardim. Namuna Hasanova 18 yil orqaga qaytganda ginekologni yana qayta tanlarmidingiz? Agar qaytadan tug'ilganimda ham ginekologlik tanlagan bo'lardim. Boshida to'g'risi xohlamaganman, qiyindir deb o'ylaganman. Ginekologda mana akusher ginekolog bo'lganda baribir oila bilan bo'la olmaysiz, boshqa qila olmaysiz deb o'ylardim. Keyin hozir o'ylab qarasam, eng to'g'ri yo'l tanlagan ekanman. Ota-onamga buning uchun rahmat aytaman, meni majburlashganligiga. Chunki butun oila a'zolarimiz hammasi, turmush o'rtog'imning oilasi ham, o'zimning oilam ham shifokor birinchidan. Birinchi sabab. Ikkinchi sababi, o'zimda ham masalan 7 yil davomida homiladorlik bo'lmagan. Shuni izlanib ginekologiya sohasini yoqtirib qolganman. Butun Toshkentda juda ham ko'p ginekologlarga borganman. Kim qanaqa dori beradi, kim qanaqa lecheniya qiladi, qanaqa podxod qiladi, shunaqa narsalar ko'p o'rganganman. Uchinchidan, ginekologlik kasbi, akusher ginekologlik kasbi shunaqa yaxshi narsa ekanda. Masalan, qo'lingizda bitta chaqaloq dunyoga keladi, baribir yangi inson paydo bo'lishini ko'zingiz bilan ko'rasizda, yana siz kimgadir baxt berasiz. Masalan, bizga besplodiya bilan, masalan, homilador bo'lish umidi bilan kelganlarga lecheniya qilganingizdan keyin, masalan, testini tashlaydi yoki o'zingizda ko'rasiz. Endi bu juda ham katta baxt ekan. Keyin o'shanga boshida afsuslanganimdan hozir afsuslanaman. Demak, eng katta yutug'im bu meni kasbim. Yana bitta narsa, yangi tug'ilgan chaqaloqni ota-onasidan ham ko'ra oldin men birinchi ko'raman. Keyin onasiga taqdim qilamiz. Endi obunachilarimizga yuzlanamiz. Siz o'z kasbingizni sevasizmi?